Aka 5-6 qorin aka. 5-6 qoringiz süt qancha? 5 ta sutga garan. 5 ta sütga. Qizil, ona bola. Qizil ona bola. Bu ham 5 ta 6 ta sutga garan. 5 ta 6 ta sütga, ha bu? Urg'ochi katta bolasi. Nechinchi qoringa to'g'di? Bu ham shu 6 lar. 6 ta. 6-chi qoringa. Bunimizchi? 18 million 500 sut. 500 ming. 18 million 500. 8 oylikmi, 7 oylikmi? 7 oylik. 7 oylik bunimiz. Bu ham 7 oylik. Bu ham 7 oylik. Nechi pul puli? 16,5 million. 16,5. 3 oylik akalar novvoschamiz 10,5. 10,5. Bunimiz 7 million so'm savdosi bor ekan. G'anojin jekin jigarlar. Mana. Risk bog'lanasizlar jigarlar. Tirikchilik Abdurahmon ukamizdan eksklyuziv video bo'lyapti jigarlar. Ona bola so'raganlarga ona bola. Aka mana buzog'ini ham qarang aka, buzog'ini ham bugun Shunday. Mana. Bolasi o'zi qancha ola? 8 million 8,5 million. Anaka 8 million 8,5 million so'm oladi deyilyapti. Bunimizchi? Bunisi ham shunday aka. Bunisi ham shunday. Bir xil mol deyilyapti jigarlar. Assalomu alaykum. Alhomus kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mol qo'y chorvash qovozlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sanamiz 18-dekabr 2025-yil. Nasib bo'lsa Samarqand viloyati Pazdorg'om, yana o'zimizda Kiribilim mahallasidan Abdurahmon ukamizni nasib bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, ikki bosh ona bola sigir. Keyin akalar bu yog'i mayda buzoq so'raganlarga mayda buzoqlar chiqaradi akalar. Hozir akalar ko'rsatib o'tamiz. Hamma ma'lumotlarini Abdurahmon ukamizdan ma'lumotlarini so'raymiz. Nasib bo'lsa, yengil bu yog'i savdo deyapti, g'iji-biji deyapti savdolar akalar. G'ij-bij degandan keyin tarsa telefon qilamiz. Nasib bo'lsa kelishtirgan, yopishtirib hammasini narx-navosigacha qo'yib beradi akalar. Like'larni gumurlatib akalar, bosib deylaymiz akalar. Ammosa ketdik, boshladik akalar. Abdurahmon zo'rmisani? Charchamayapsanmi? Kayfiyatlar? Yo'q, o'zingiz so'rama. Bugun nasib bo'lsa necha boshdan boshlaymiz? Aka 4, 6, 8 ta ekan aka bugun. Bugunga 8 bosh. Ket ona bola sigirdan boshlaylik qani. Mana. Ona bola sigir. Ona bola sigir. Nechinchi qorin? 5-qorin. 5-qorin. Urg'ochi bola. Urg'ochi bola. Bola urg'ochi 5 ta 6 ta sutga javob. Hozir Realni beradigan, ha? qochmaganligini bilmaymiz. Lekin qisirga beramiz. Tishlari qanday Abdurahmon? Tishini ham ko'rsatib o'tib ketdik bir boshidan. Tishlari o'zi. Sal qaytib, ha? Shimol. Qochirmay, dangal aytır. Mana. Aka buni nima deydi aka? 25 desa bo'ladimi? 25 sal qimmat emasmi Abdurahmon? O'zimda alham aka. Qochirmay aytır Abdurahmon birdan. Oladigan telefon qilsin. Kattana 25 million bersin. 23 million. Savdosi bormi? Savdosi bor aka. Aniqmi? Savdo bor. G'iji-bijimi savdo? Yo'q, 100% aka. 100% savdo g'iji-biji akalar. Telefon qilaverasiz. 23 million savdosi bor. Ona bolaga 23 million savdosi bor. Ichidagi garantiya yo'q, bolasiga suti 6 ta, 5 ta. 5 taga sutga garantiyalari bor akalar. Mana. Endi bu ikkinchi ona bola sigirimiz. Jigarlar, bola nima? Bola urg'ochi. Bola urg'ochi ekan jigarlar. Mana. Mana bolasi. Mana sigirchamiz. Bo'ylari qancha bir? Zo'g'i nima, inasi nima? Ona bola. Ketdi mana. Bolasini 90 plus. 90 plus. Bola 90 plus, ona Ona 1.30 dan ziyodroq. Tishlari. Buni Tishi yaxshi ekan. Bo'ladi. Yana bir ishta to'rtog'i qoq beradi. Suti qancha? aka buniki ham shu 6 taga kerak. 6 taga, 6 taga. Puli? Bularda 22 million so'm aka. 22 million so'm. 22 savdosi. Yana qilib berasanmi? Yengil qilib beramiz aka. Qancha qilib berasan? Bo'ldi 21 million. 21 million. 20 tiniq qilsa qilmayman. Yo'q, 20 tanaqa bo'lmaydi. Akalar 21 million so'm savdosi bor ekan. 20 million so'radim. Qolgan o'zlaringiz savdo qilib olaverasizlar jigarlar. Endi ikkita boqmana bor. novvoschalarimiz. Necha oylik Abdurahmon? Aka 6 oylikdan boshlab keladi. Ikkosi ham 6 oylikdan. Ha? 7 oyliklar bo'lgan. Mana kattamiz, ha? Katta. Katta 7 oylik bo'ldi deyapti akalar. Orqa karabkalarga e'tibor bering. Jigarlar mana orqalar. Orqalar qoram tashlab yardimi deyman, ha? Qor tayladi aka. Qor tashlab yardi bugun akalar. 8 oylik novvoschamiz. 7 oylik. Ha, 7 oylik. 7 oylik. 7 oylikka akalar, bunimiz Bu ham shu aka 7 oylik. bu ham 7 oylik. Mana orqalar jigarlar. Mana orqalar.
Lekin paradasi zo'r ekan jigarlar. Orqalari tikka keyin. Mana. Ya zo'r, mana. Orqalari zo'r. Jupiga nima qilamiz? Yakka-yakkaga olayotganlarga necha pul qo'yib beramiz? Jupiga necha pul qo'yib? Bir joyga olsin. Bir joyga olsin aka. 33 million so'm bersin. 33 million so'm? 35, 36. 33 million so'm savdolari bormi? Bitta savdosi bor. Jitchagina savdosi bor deyiladi. Lekin mana bunimizdan mana bunimizdan zo'r ekan. Lekin bu boshqa mol. Bu boshqacha ekan. Adin o'zi u Adinniga necha pul qo'yib beramiz? Adinniga savdosini o'zgaradimi yo shu yerda qoladimi? Adinniga o'zgaradi ham aka. Bu mol boshqa mol aka. Bu mol boshqa buni. Buni necha pul qo'yib beramiz o'zi? Buni Adinniga aka 18,5 million. U yakkaga 18,5. Shunday. 18 ham qilaylik. 500 o'taylik. 18 million savdosi bor. Bunichi? Buni o'zi necha pul qo'yib? 16,5. 16 qilaylik. 16 million savdosi bor ekan. Jupiga olayotganlarga 33 million savdosi bor. Yakka-yakkaga narxlar o'zgaradi jigarlar. Ana. Bunimiz necha oylik bo'ldi? Bu aka mayda buzoqchalar aka 3 oylik buzoq. Anaka jigar 3 oylik buzoqcha juda ham ko'p akalarimiz so'radi, Ilhom mayda chiqar, mayda olaman deganlarga nasib bo'lsa ho'kizchami? Ho'kizcha ekan jigarlar, mana kvadratcha, mana. Ana kvadratchaga e'tibor bering jigarlar. Mana kvadratcha. Necha pul puli? 12 deb yotmaydi. Ha. 10 million qiling shuni. Jupiga 20 million. Ya aka buni surg'och. Yo'q, g'unojimmi bu? Jupiga 20 million bo'laydi. Ya shu jupiga qilayotgan bo'lsa, Aka jupigami? Jupiga 10 million savdosi bor deb qo'yay jigar endi. Bo'lmaydi aka. Men 10,5 million so'm. Bu 10,5 million so'm savdolari bor, savdo qilib olaverasiz jigarlar. Qo'ldan kelgancha savdo qilib beryapman. G'unojimcham 3 oylikmi bu ham? Bu ham 3 oylik. 3 oylik. Egizim endi aka, sherik. Sheriga shuni. Necha pul bu? Aka buni aka bozorga aka 6,5 million. Aha. Million olaman, bermayman aka. Bozor bilmayman aka. Birinchi marta mayda molcha olishim aka. Xo'sh. 7 million baho qo'yay aka buni. 7 million? Jupiga 2 ga bermamda aka. shuni jupiga bitta odam, bitta obunachiimiz mazza qilsin, Abdurahmon. Mayli jupiga olsam kelishtirib beramiz aka. 62 ga uyda berilgan aka molcha. Jupiga. Yo yakka o'zi mana o'zi. Ha, mana 62, 6 million 200 ga bermang. Bu urg'ochi. Bu urg'ochisi akalar, bunisi novoschi ekan. Ikkovsining yoshi bir xil. Shunday aka 62 ga berganim yo'q aka. Aha. 7 million so'm deyaptilar, kelishtirib beramiz aka. Shu o'shanda agar bir joyga bo'ladigan bo'lsa 16 million savdosi. Bora. 18 million bo'ladi-da. 18? 18 million. Savdolari bormi? Bor. Lekin shu men ham shu og'zimdan chiqqan gap lekin. So'raydi lekin. Bo'ldi, kelishtirib. Jigarlar telefon qilaverasizlar Jupiga. Bitta g'unojim, bittasi novoschi. 3 oylikqa 3 oylik akalar. Aka, men bunisiga 7 million so'm, bunisiga 10,5 million ho'kizcha bo'lganligi uchun. Bu 10,5, bu 7,5 deyilyapti. 7 million. 7 million so'm mana ketdi. 7 million so'm savdosi bor mana. Bu 10,5 savdosi bor ekan jigarlar mana. Ketdi bu ya, maydalashib, kattalashib. Telefon qilaverasizlar jigarlar mana. Mana novosi, kvadratchalar mana. Yelka qismlari mana bay. Ona bolasiga so'raganlargacha, ona bola ketdi mana. Narxlari bomba akalar. Bugun Abdurahmon ukamizdan eksklyuziv video bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Bu kuni juda ham ko'p insonlar Ilhom mayda chiqar, ona bola sigir chiqar, olaman dehqondan deyilayotgan. Akalar dehqon emas, mana ukamiz real aytyapti. Aka, men dehqon emasman, men tirikchilik nonini bersa sotaveradi, to'g'rimi? Mana aka, shu. Mana shutlar. Hozir sog'dirdik. Mana aka. Bu qaysi sigirdiki, bu qaysi sigirdiki? Qizil sigirdik aka. Bu qizil satildagi qizil sigirdiki ekan. Bir mahal so'm. Bu ko'gimiz mana oq sigirdiki ekan. Hozir qancha suti bor o'sha yerda? Aka nima bo'lsa, shu 4 tadan bor u. Bunisida 4 ta bor, bunisida ham 4 ta bor aka. Bir sog'imniki aka. Qancha litrli sut bu? Ana satil? Chelak 15 litrlik aka. 15 litrlik. Bu ham Bu 12 litrlik, 11 litrlik. 11 litrlik satil ekan mana akalar. Hatta akalar 4 ta yo 5 tadan suti bor ekan mana. Yomon emas. 5 tadan sutga garantiya beraman. 5 tadan sutga garantiya berasan. Bir mahalgisi lekin, 100 so'm. Bir mahallisiga akalar mana. Yo'q aka. Mana sutlar. Kelib tekshirib olaverasizlar jigarlar. Mana. Pullarini aytdik jigarlar. Abdurahmon dangal mana. Seniki tirikchilikmi yo dehqonchilikmi? Shuni ham aytib o'tib ketdik obunachilarga. Mollar tirikchilikmi bor aka? Tirikchilik, ha?
Nonini bersa, kelishtirsa, hammasi ketaveradi. Hammasi sotish maqsad. hammasi sotish maqsad deyilyapti. Ko'ryapsizmi aka? Shunday. Akalar, ukalar mana 23 million so'm. 23 million so'm ketdi mana. Qizil, ona bola. 21 million. 21 million so'm. 18,5. 18,5 ga 16,5. Bunimiz 10,5. Bunisi 7 million. 7 million jigarlar riska bog'lanamiz ana. Men malol kesin ko'rib kelmoqman. Ana aka.